Nima bo'ldi? Oqshom bog'i olim degan toz xo'rak totib, sopadi uxlab qopti. Nima qilasiz? To'y kiyimini qilib Xudoy, ajab kishi o'rta. Ajoyib bo'l ekan, Xudoy. Qalamdi. Shunda xo'pmi? Akşam yeni uxlaptık ha? Uxlap? Ha? Neyim uxlap? Yeni kilinni köçürüp ekip koyup, özden safat etip uxlapsan ko. Toy qildi de, qildi. Endi yana tugamaydigan nima ish bu? Ajabmi to'ydim bu haqdan? Nima chottiq ekan mening ishim bilan? Olimjon, hey olimjon, hey olimjon. Çoğ bulsan çoğ bulsan çoğ bulsan çoğ. Yarın sana tellerdi, vay tellerdi. Kollarını tutsan çoğ, tutsan çoğ. Yarın sana tellerdi, vay tellerdi. Kollarını tutsan çoğ, tutsan çoğ. Alımcan, hey alımcan, hey alımcan. Çoğ bulsan çoğ bulsan çoğ bulsan çoğ. Yarın sana tellerdi, vay tellerdi. Kollarını tutsan çoğ, tutsan çoğ. Gözleriga baksam çok, baksam çok. Ortada tıktıysam çok, köysem çok. Ya bulmuşsam olmuştum, vay olmuştum. Boğulupla ölsem çok, ölsem çok. Ya bulmuşsam olmuştum, vay olmuştum. Boğulupla ölsem çok, ölsem çok. Gözleriga baksam çok, baksam çok. Ortada tıktıysam çok, köysem çok. Voy, Olimjon, qo'shanliq qilmay ishlamabsiz. Nima bo'ldi? Voy, bo'ldi. Temsa, temsa ha? Yapıyan kızık aşımda. Sen onunki lezzetin sürsen. Hayat diyen kızık aşımda. Sen onunki peyzini sürsen. Öter günün şadıman, şatlık ilkide. Sen bəxtinin peyzini sürsen. Öter günün şadıman, şatlık ilkide. Sen bəxtinin peyzini sürsen.
keldi o Nepkülübeme Hep gelse eğer Şıllap mı ketme Külgün keldi o Nepkülübeme Hep gelse eğer Şıllap mı ketme Bir gün yığılsam Gülürsen bir gün Sen gönlünün Gözünü etme Bir gün yığılsam Gülürsen bir gün Sen gönlünün Gözünü etme Ha bo'ldi bolam yig'lamanglar ajab bir to'y xizmatdalar bo'ldi yig'lashma boshqalarning bolalardek yig'lamaydigan bolalar tug'sildi bir narsami kesh yig'laydigan bolalar tuqcha ha bo'ldi imam asoskanni zuvaning yig'a bolam bo'ldi ha imam ani Ha, kim seni epizxonni yamaltmasın depti, ha? Yo'qilan ishlar bilan uydan qovlib o'tibsan. Endi bola beqishning ta'minicha ketib boqin. Mamidjo, seni shundoq cho'ng qilgan. Bugun sen o'zing cho'ng bo'lib olib, ayolingni urug'dek bo'ldingmi, texi? Bo'ldi. Yig'lamagan qo'ysin, yig'lama qolaman. Bo'ldi. Akagina balning emizigini. Bo'ldi. Men yig'lama. Chaqchaq qilib adolatning kepini qilib qo'ysam, sening u turoqdagi dutung olgan bo'lsa, adolatni ola olaytding deydi. Shuni bilan meni qarab turdim. Ha, qarab turmuding. Urdim degina. Qara. Alimjon. Assalomu alaykum. Voy, xotinni yamalib tutdinglar, ha? Adash, anglsak, Hepizxon yamalib ketibdi. Bundaq o'tayversak bo'lmaydi. Biz alog'inlar maslahatlashib, berib ekib qo'yaylik da'vatimiz. Qanday deysizlar? Qo'ya, undaq Hepizakni. 2 kundan keyin o'z yenib keladi u. Astag'firullah. Adash unda deb ketdinglar. Jurnallar berib Hepizxon ekilib qo'yaylik. Ha. Masum balam, shundoq qilinglar. Bir ishkinglar berib Hepizamni akab qo'yinglar. Nima kun bu? Bo'ldi, yig'lama balam, yig'lama. Bu balalar apsini seg'inib, yig'iz to'xtamayotdi. Berib akab qo'yinglar balam. Menga ya adash, menga. Apangni japa qo'yibsanmi? Qiziq nima ekansan? Menga. Bir keyin tartishmaganda ko'rib olsa, menga. Tartishmay menga. Xatoligini tunsangli bo'ldi, ha? Ular hech nima qilmaydi. Voy, men demaydi. Qo'yma. Ha. İşki aldıq kep qapdıq. Qara, senmi ondaq dep turbanma. Öyde işki balan yığlap peqirab tursa, ayalını akılamısan olmaydı. Şundaq mı? Mening bu epizakni ko'rgim kelib qopti bo'lmasa. Qara sen, ha? Ondaq o'z tartishma menga. Menga qadiming yo'q, ammamsa. Hay Aliya. Ha? Darvozani ichib o'tdi. Assalomu alaykum, cho'ng opa. Assalomu alaykum, cho'ng opa. Va alaykum assalom.
Qo'y, men deganda dinlansa. Assalomu alaykum, opa. Salomat tutingizmi? Tek o'lgunim yo'q. Men gunoyimni tilab hibsxona akitay deb yo'q. Akatmay. So'rab. Nima? Bu beshin yeydigan oljoq saram. Sening mening qizimni urdiganga nima haqqing bor? Meni qo'yib ber. Mening undaq bag'arazga bergan qizim yo'q. Fatamga javob ber, achchig'ingiz aydi. Bo'ldi qilib, savr qilib. Emas, o'ziga o'xshash Fatamga javob ber, bo'ldi qilib. Bo'ldi. Meni qo'yib bitma davatma. Men uni o'zimni qonib qo'ysam. Astagfirullah. Men o'zim tetayman uningga bo'ldi. Sizlar aralashmanglar davatma, men to'smanglar. Fatamga javob ber, satagan ketay. Bo'ldi qilib, achchig'ingiz aydi. Bugün alaydan Alimcan'ı tavuq qildirib, aldığınızda günahını silib olaylı demek geldi. Bo'ldi qilin deyman. Bo'ldi. Meni raqsimni bo'lsa ketib Oldi meni. Bo'ldi, men to'smanglar. Bo'ldi, men to'smanglar. Fatamga javob ber, bo'ldi qilin deyman. Bo'ldi qilin. Nima ish bo'ldi? Bo'ldi qilin, bo'lmamdi, ha? Savr qilin. Nima gap bu? Bo'ldi. Fatamga javob ber, bo'ldi. Bo'ldi qilin deyman. Men kaltakni olib beraman. Astagfirullah. Nima deb gapni bu da izla? Bo'ldi. Mening qizimni urgan qo'llariga men bir urib baqay. Qanday Bo'ldi qisla. Qo'chay! Yarımı sen ağlamay. Aytımı sen salpiyip. Qandaqlarsa yığılsa, vay yığılsa. Koşmak oğlu taşıyıp, vay aşkırıp. Yarımı sen ağlamay. Aytımı sen salpiyip. Hammasi boşuna gazapdi. Kecha uyga. Yerga qadam kep baqsuncha. Boshqa chiqib o'tmaydigan bo'lsa. Qandaq yuyarsan. Başını qandaq itersen. Yazın sıkan qandaq, Endi oldan bilersen. Yazın sıkan qandaq, Endi oldan bilersen. Aka, tez bulun. Suğu bir çıkıp gitti. Qutuldur bilin aka. Tez bulun. Suğu çıkıp gitti birisi. Tez bulun aka. Qutuldur bilin aka. İşgar olma meniki, onda tatma. Estağfurullah. Ağrım kaldı. Estağfurullah. Tez bulun aka. Kulağına aka. Dur. Ben suzameden tutsam. Ben suzamem. Ama ben istemem. Çıkar bana. Opa! Ha?
Voy balam, ne bo'ldi? Tartirab ketding go. Eliqi men ko'ldan qutuldirib qo'ygan bola bor-ku. Shuni birini bo'ldimikin deb qo'rqib yursam, qo'qqayat ichini degandek saqchi kelib-ketdi. Hay. Opa, saqchi. Saqchi. Olimjon. Uyda odam bormi? Olimjon. Uyda odam bormi? Ha? Hosiyatxonada? Ha mana. Techaman turibdi. Tinchlikmi? Qanday avval? Tinchlikmi? Ishkir kirsizlar. Qani, shukur chiqsizlar. Shukur chiqsizlar. Men choy damlab kiray. Bo'ldi. Bu yoq shahardagi To'daxon akam bo'ladi. Olimjonga rahmatini aytib ketdi. Bo'lsa Olimjon bilan bir ko'rishsam deydi. Bo'ladi. Men chaqirib kiray. Olimjon. Sen kulyapsan-ku, ularning bolasi o'lib qolmabdimi? Xo'sh xabar balam. Bolasini qutuldirib olganligi uchun alayda rahmat aytqili kepti. Ular sening bilan ko'rish kerak. Men bilan? Men ularning bolasini qutuldirib olgan tursam, o'zim muramga desib chiqib ketgan tursam. Men qutuldirib olgan desangli bo'lmadimi? Demisimi shu balani deb o'lib bagili tas qolding-ku. Biroq men Hey, to'li biroq davamay jura, kirib ularga salom bergin. Majura, qani qattiq ishlarda qiladi. Mana. Ha, mana. Jinim opamning Bo'lar. shu ma'qul dedi. Hey, mana. Bu haqiqatan yaxshi bola ekan. Oppa. Olimjon, bu yoq shahardan chiqqan cho'ng tijoratchi akam To'daxon bo'ladi. Siz ularning bolasini qutqizib olganligingiz uchun ular sizga alohida rahmat aytib ketdi. Mashkisi bo'lmay rahmat aytib kelgandi. Lekin men saqchi nima kelgandi? Boshda qo'sh deb qo'yib, keyin shu xabarni bir yetkazib vaqt qanday qilaman? Buni az bo'lsin qabul qilinglar. Biz keyinchi yana Bu nima qilganinglar? Kilavermay. Avvar bo'lib kelibsizlar. Astagfirullah. Qanday qilaman endi? Hey, Olimjon balam, demiş kaçıp chiqding. Pulni rahmat deb olsang bo'lmamdi. U pulni elish qat'iy bo'lmaydi. Men ularning bolasini qutuldirib olaman deb qutuldirib olmagan tursam, o'z muramga desib chiqib ketgan tursam, hozir qo'sh degilar keyin chotqi chiqdi uniki. Biz kirib yana birdan olgana. Voy. Aras apa, meni atigan o'ynab chiqib ketgan, hozir uyda yo'q deb qo'ygan apa. Hozir qiziqkansan-ku, hozirni ko'rishib chiqqan tursan, yolg'on aytamdim men ularga. Hozir qiziq bo'ligina bu. Tozma. siz olimni lo'mlim deb ko'zingizga ilmaysiz. Qarmoqqa u lo'mlim ko'ringini bilan ko'ngli bak yaxshi. O'tgan kuni shahardagi hadamning o'g'lini o'limdan qutuldiryapti. Hadam rahmat aytib bir muncha pul bersa, og'li unimapti. Tog'dan so'zlasa, bog'dan so'zlaydigan yiliqqa olim bo'shi demsa. Uchoqra. O'ng'o'g'an bo'lsa, hadam olgan pulni olgan bo'ladi. Shu sarangni olmasang, kuyib yurgini deyman, ha?
Neyman cesaçlı kılsa onunla. İştikeydigine adaş. Alimcan. Bu qitim taza omiting kapta, ha? Sayliq suvdan qutuldirib olgan bola bor-ku. A shahardagi cho'ng bir unzavtining boshlig'ining o'g'li emasmi? Jim yurguning bilan kallang ishlaydi juma sening. Navada xo'jayining bolasi olmay, bizdekda masjidda suv ichib kelsak, qaring bo'lmaskan? Bundaq omad bizga ushurmaydi-da. Yo'q. Biroq 10 ming so'm bersa, ammab demasmi bu adash? Yo'q, olmayman. O'zim ishlab topmayman. Agar u pulni bag'o menga bergan bo'lsa, rahmat deb ilib, yonchiq solib. Alimjavka, seni izlab juratdim. Bu yerdikan sen emasmi? Sen seni qutuldirib olgan heli qiz davlat boshlig'i tunugun chiqib degandigina. Unzavtonlarga bug'doy olmamsizlar desam, bo'ldi. Sizlarninkili bo'lsa olsam oldim deb 50 tonna bug'doyni o'tkazib to'xtamlashdik. Shunga seni yezi bo'yicha bir taqdirlayli deb ati shig'nashmoqchi bo'lyapmiz. Yezli hukumat meni sana alayda uqtirib qo'y degandi. Men bormayman o'shiqinga. Voy, seni de boshqa yig'in to's bormsan qanday qo'lida? Shunda qo'sa ukam, ha? Bag'in. Qiziqniki. Yo'ldoshlar, hapshi. Yo'ldosh Olimjon Ro'zining boshqani xavfda qutuldirish yo'lida o'zining hayotiga qaramay, fidokorlik ko'rsatishdak bundoq oliyjanob ro'yi hammamizning o'g'nishiga arziydi. O yezimiz uchun shon sharaf keltirib qolmay, yana yezimizning iqtisodiy unum yaratish sharoiti uchun mu afzal sharoit yaratdi. Endi yo'ldosh Olimjon Ro'zini qizg'in tavash qilib, so'zga taklif qilaylik. Qara, Olimjon aka. So'zga marhamat. Men gap qilmayman. Ha. O'zingning bolani suvdan qutuldirib olgan vaqtiki, hissiyotini so'zlab bergin. Men o'chaqda Acha, xonga acha. ko'mak Tez ketmagan. bo'la. Anglag'ini. Olimjon ko'p so'zlayapti. Vaqtida xonim ko'mak Olimjon qildi. Shuna ola. Shuna ola. Akam so'zlayapti. Qachon borman Appa, keyin? anglag'ini. Olimjon ko'p so'zlayapti. Shu oldirab ketpasam, shuna ola qo'saqlarim shunda echkit. Eshkim shunda o'rnashak meniki. Açlar. Şunu olar. Qarsam bir kichik bola. Qutquzinglar deb vaqirab, "Ne bo'ldi ki? Nemish bo'ldi ki?" deb qarab tursam, bir bola kelib meni qo'limdan so'rab ko'l bo'yiga opirib ko'l bo'yiga Apam bana daim haqning beshiga kun tushib qolsa, qiyinchilik yo'liqib qolsa, yordam qo'lingni sun balam dedi. Lekin men u bolani qutuldirib olay dedim, lekin men suv uzamsam ya qandoq
İçim ağrıp qandaq Omu yaman balka kiyimlerimni tatibli men cho'qaylarim bilan suvga tushiribdi. Anadikka Gepan tugdimi? Ha? Ha? Gepan tugdimi? Ha! Anasike u balım benim foto suyu çirvetip vay boyalarım esilip şuna gort sulanı taz içip men. Ölüp kalmamken de boylap apam esim gelip asımcamla kasınca esim gelip ayağım bize esim gelip Bo'ldi, acha. Tanamni yerim qilmadim. Yo'ldoshlar qarshi. Yo'ldosh Alimjon bundoq shiqillatib so'zlab baxmagan. Shuni o'qiqotgan bo'lishi mumkin. Lekin uning qilgan ishi hammamizning uygunishiga arziydi. Alimjon balam, boshqa gapni qo'yib, biz xonni akilmasak bo'ladi. Men mo ikki bola bilan uyning ishlariga yetishaman, kelyapman. O'zingni qiynab qelyapsan. Undaq degini bilan o'tganda o vat xotin og'illarimning oldida meni non qipey deb tilgan tursa, Qizini urgandan keyin unchalik tillab qo'ydi-da. Fatamxon bilan menmi ko'rishgan, xilil obdan gap qildi. Guna o'zingda bo'lgandan keyin yana og'illaring bilan berib baq, egilgan boshni qilish kesmabdi degan gap emasmi? Estağfurullah. Qacha. Turmush kechirish uchun o'g'il bola pishmiq lozim. Bir qo'yni o'xshab so'yolmaysan, mendan keyin qolsang qanday qilasan? Hey. O'tani.
Beşağım etti. Kayağı etti. Bir şey. Voy balam, nimish qilyapsan? Qo'yni bo'g'izlayman deb o'zingni bo'g'izlayapmi yana aka? Joyini tep kesmisem haram qilib qo'ymaymanki deb. Alimjon. Ha, kela balam. Nima ish qilyapsizlar? Ma'sum balam, kagining yaxshi bo'ldi. Olim qo'y so'yman deb meni qo'rqitib, qerganda jinimni og'il tas qoldi. Rasman. Qarmam sen olimga heli qibolni qutqizib olgandan keyin guzatchilikka o'rinlashtirib qo'ygandim. Kechisi guzatga turgandan keyin bo'ldi qilmay, qo'y so'yib qassobchilik qilaman deb turib oldi. Bo'pti desam, bir qo'yni so'yamay meni bekmi avar qildi. Ma'sum balam, sen bir qo'yni so'yib ko'stib qo'yg'ina. Hey olim. Mushnimi so'yamadingmi? Qarab tur. Mandaq so'ydi. Bu to'rtli putini bog'lab olgan va bir putini chiqarib bitib, uch putini mahkam bog'lab, Bismillah, Allohu akbar. Mana 12 so'm, rahmat. Teşhim alimchinika. Hoy, go'sht setyapsiz? Ha. 1 kilo beraymi? 200 gram. Rahmat sizga alimchinika. Adamning o'g'lini qutuldiryapsiz. Keldi. Men. Bundaq satsang ziyon tatsiz alimchinika. Pichoqni menga bering. Keldi. Rahmat sizga alimchinika. Xo'shamsa. Oy, qaytib keldingizmi? Ha. Nima aytyapsiz? Langman. Langman? Ha. Qarang turaq. Olimjonning tuzligini 250 gram go'sht bering desam, 1 kilodan ortiq go'sht beryapti. Qaraganda tarozi tatishni bilmaydigan o'xshaydi. Qaysi olimni deysiz? Ro'zikamning olimjonchi. Olim go'mishmi? O'chi, atay shunday qilgan. Shuning qaraganda seni texicha unutamabdi-da. Bitayınlak makan vay bulmaz. Bitayınlak makan vay bulmaz. Şu bu günde ülep kessem dadı. Kulum elge rava vay bulmaz. Olimjon, Madutdan tutib tur. Olimjon, ey! Ha,
Qani Alimjon, göppida shu birni. Ama ishmayman. Men Ale. güzelchilik qilsam bo'lmaydi. Men ishmayman. İşçe bir Ay, ama ne? işleme. To'xta. Ne otur ha? Ale mana birini iş bitir. Men ishmayman. İşçe. Ala, bir nechkanga ishni bo'lmaydi. Mushu hozir va kimning gapini qilsa shu o'zi keladigan bo'lib qopti. Bayotni yoq Alimjonning gapini qilsa quli qizigandek darhol kelib qoldi mana. Akalar. Alimjon, tutda. Ama bir ishmay. Ha. Ale. Ala birni göppida. İçmemse. Birini ishmayman. İşe. İçi bitti ha. Belle. Hozir ishkining o'zining navbati. Mana mava sovrinning qoidasi. Ala. Ale. Ya. Voy oldaymi ale? Ya ishmayman. Ishmayman. Alimjon. ishmayman. Ya ishmayman. Men ishmayman. Ala men qo'lim kelib ketdi. Ya bo'ldi ketma, bo'ldi ishmayman. Alimjon, ey. Bo'laveram sizlar, bo'ldi ishmayman. To'xtab tura. O'tira. Ishmayman. O'tira bundaqa. Akalar. Ma birni qo'lingga ilib, Küppüde. İşimsen bo'ladimi? İşçe. Vay işçi bite. Ishmayman. Akilava. Hey, emsi var o ma sorunda bir peyzi qilib bermamsa. Ha? Peyza? Ha? Nim peyza? Ilk vaqtidagi latifilaring deb berib bizni bir kuldamamsa, qandaq? Başlayalım. Musallas ishmisam, dapasam dapray. Başla. Bir adam shaharga qo'g'ina kirdi-da. Akirgandan keyin bir kichik bola qo'g'inidan birini qechibdi-da, qochgandan keyin heli qadam yugurib bir kappa tutibdi-da. Tugdimi? Tugidi. Bu latifimi ya? Gapmi? Ha? Bu degan olimning latifisi. Uning latifilarini anglab, 2 kundan keyin oldin kunisa, Alimjon, ala işe hemen. İşe. Ishmayman, men ketay. Men ishim bor kechda. Ishmayman. Men ketdim. Valla. Ya işmisa. Ya sorunda oltamisa, ya xotini yanında turmisa. Buni o'g'il oldiga bo'lamdi. Bu-chu, azaldan o'tib ketgan loyiha nima bu? Puya. 10 piyoldan ichishmi? Puya? Alim bo'ldi qal. Sen jim tur. Puya? Mushni bilan 10 piyolda ichishmi? Alim. Bo'ldi qal. Sarlashma. Sen jim o'tir. Puya? Bo'ldi qal, bo'ldi. Qo'ypa. Mal qo'ypa. Bo'pti. Qo'ypira. Aka. İşte. İşte. Qanda. İşte aldın mı? İşte. İşte.
Alim. Man kuya. Bo'ldi qilib. Ya, ishlayman. Bo'ldi. Ha, ishlamsa. Yengildingmi? Alim. Ha, yengildingmi? Ishcha. Bo'ldi qilib. Yengildi. Ya, to'xtab turma, men ular ishchiman. Bo'ldi qilib. Yengildi. Bo'ldi qilib. Alim. Yengilgan bo'lsa, anda bo'lsa, tutachalar. O'ynaymiz. O'ynasak o'ynadik, unda asmayoq o'tdi. Men o'tiray. Tutan ala. Aka tutan. Garip avardı. Estağfurullah. Turaqning ko'nglini ranjitib qo'ydim-da. Qanday qilib ko'nglimni evolaman-da. Asta. Menda ranjiganmidi endi? Ay, menisa. O'tganda ajab bir so'zlamay qolgandim-a. Bugun bir so'zlab olaychi. Men o'tganda xodin kelib o'tib bir kichik valni suvdan qutuldirib oldim. Lekin ben su üzemettimde, lekin bu balı beni kutludur aldım mı? Lekin ben bu balı kutludur aldım mı? Balılar, ben nakşitli ya, nakşit. Sen bakildin, eyvah. Abi vapa abi neke mas di megi ve ayni mko Bu kimin mutlusu var? Nakşanı emdi eydi. Uy. Etimni kamçılap öttüm. Kaliyemek ağlayınken ağlayabilen oynasan ey tüzük oyna
Ayarım her işini yolu bile Süyemende ümmet üzmüdür yadid ölmesem süyemende korkuyum hoş diye ay Bu olimning lafzığı. Alım Mesut nakşet kılı tuttu da. Cürullah bizim körpe kaydı. Ay, ot gitti! 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 Durdurun onu! Ot süreli! Çabuk bulun onu! Ot süreli! Çabuk! Lanet! Hey, ma otunu mu öçürep olduk? Endi ağlım ne ketdi? Ha? Yaxşı bala. Hay Xudayım, Alimbek ah ko'ngil balidi. Boshqalarga yordam beradi, butun odam uni yaxshi ko'radi. Voy Alim, nega ketding Alim? Endi biz qanday qilamiz? Voy Alim, voy Bo'ldi, Alim, sig'ima. voy Alim. Alim. Ne ketkendi o? Hey yoldaşlar, qarab turavermay, yana bundan Ha, ishlab shundoq qildi. qo'yma. Ha, jurullar. Hammamiz dala, ha. Nega ketgandi u bola? Orada qaranlar niye? Ya sen artık bir bakamam. Hayır tamam ki ya. Vay maya dike. Çıkaya ateş he. Çekil. Ulan kaldım burada. Ha?
Olimjon, bir nima bo'lsa? Ay canım bala. Sağ sen bala. Apa. Canım bala. Pek ezret bala. Hayat gelmez mi? Vay settirdi. Apa. Gitaylar apa. Gitaylar. Apa gitaylar. Alimjon, Xudoyga emanet. Et ko'rshayli. Et ko'rshayli. Xaloyiq. Mushundaq hangvaqt odamga dodini boq qilib bergandikan, to'ylisi bo'ladi. Bu kent boshlig'ining nima qilgani? To'ylisi bo'lmaydi. To'ylisi cho'qib to'lash kerak. Nima to'laydi? O'zning chini oyoq qag'a tursa. Shuningdan keyin dastlab Olimjon haqida xilma-xil so'z-cho'chaklar tarqalib yurdi. Ba'zilar uni go'mishdan-go'mishqa, bo'lumsizdan bo'lumsizlik selib tillasa, ba'zilar shunchalar narsaga o't qo'yayotgandan keyin uningga jazo berilish kerak deydi. Buning bilan Olimjon bir mezgil ishdan to'xtalib, uyiga qaytarildi. Lekin oxiri hamma ish oshkorlanib, o'tni kimning qo'yganligi aniqlangandan keyin u yana ish o'rniga qaytarib keldi. Uning og'zidan so'z cho'chak qilg'uchilarmi qumga singan suvdek jimmi-dop ketishdi. U o'zining oq ko'ngildagi rostchilligi bilan kishilar qalbida yana suyimli obrazga aylandi. Ko'rsam vaslamni yor, behush men beoram, yolg'izsan agar tanho bo'lsam. Hicran cüpti misal, ana kün tün misal. Bul bul goyadır men, sen gün bulsan. Köklem öter gider, bergin bergin hemen. Şebnem gülmesin, ketmeysen. Ateş oti yandı, kimden soraysın? Aramayacağınısın, bergin geldi görüner bahar, güzel aziz nigar. Visal izlep buldum men intizar. Ko'nglim go'yo chiman, qalbim misli gulzar. Ishqimning beg'ida sen hukmdor. Köklem öter keter, bergin